Assalamu alaikum, hurmatli Çabarman kanalının görüşçülері, bizim kanalın kattalıçıları, salamatsızlar. Biz bugün Batken şahrındagı mal bazarına geldik. Sizlerge bu çıkarılışta Batkendeki koydordun, uydardın, echkilerin bağlarını bilip berебиз. Men turgan jer Batken şahrının Borborduk mal bazarı. Bugün күнгө ишемби 12 iyun. Nazar salıp turuңуздар, келип көрөйлү. Biz bundan bir ay murda Batken şahrından bağlardı bildigili. Bir aydan beri hem geldik. Dağ sizlerge bul ilek bilip berебиз. Mol ушул жерден келебиz. Birinci sizlerge koydordun bağlarını bilip berишке hareket kılabыз. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Koy qancha oldu? Егесі келетті, бақ қарап тұрам. Qancha suru attı bilmedingizmi? Esi çok var. Mol ушул жерде кичинекей бирок бүт мал келген. Баткендин айылдарынан райондор, Баткен районунун айылдарынан бүт жерден ушул мал базарга ишемби күнү келишип, ушул жерден соода кылышат. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Qancha oldi qo'ylar? 8'den qıltan. 8 mingdan mi? Bit bari to'xti ekan urg'acha. Ha, urg'ach. Mana 8 mingdan. O'rta bora. Ha, buna. Qancha qildi bozor? 8. Bermay turasizmi? Ha, nazik kelam. Tak, aralap ko'raylik. Qancha oldi bu? Ha. Qancha oldi? Yo'q, aytmasa 20dan chiqam. 20dan kim bor deysizmi? Ha. Qo'zlar siralchi. Qo'zlar qancha oldi? Esi yo'q bu. Qo'zi kimdan qo'zi? Esi yo'q. O жерде qo'shqo'rlar da bor ekan. Qo'shqo'rlar qancha oldi aka? 10dan boshladi. 10dan 11 ming. 11 ming so'mdan boshlandi mana shu qo'shqo'rlar tuganlar. Qarangizlar. Yaxshi. Qanday zaga yaxshisiz? Qo'zisi menanmi? Qo'zisi menen. Qancha so'rab o'tasiz? 20 ming kabi oldi o'tam. Mana qo'zisi menen 20 ming so'm kim bor ekan? Kelib ko'raylik. Qanchadan so'radingiz aka? 10 mingdanmi? Mol to'xtular qo'ylar. 10 ming so'mdan bahası. Qancha so'radingiz aka buni qo'y? 15 ming so'radingiz. 9 ming qildi bermadingiz a? Şunu 9 mingga bermedim dedi. 10 mingdan nari ekan, 15 ming so'rab chiqdik. Kishina qo'shsa beribsizlar? Nasib bo'lsa. Yaxshi so'tong. Bolalar yaxshilar tug'anlar. Qancha so'radingiz aka? Assalomu alaykum. Satam. Sotasizmi? Qanchadan olasiz? 20 deb turaman. Ikkovini 20 mingga. To'xtikmi? 20 ming so'm ekan, 10 ming so'mdan ekan. Mal quyruqni qo'shqorib qaranglar, tuganlar. Yaxshi qo'shqorlar chiqibdi. Buni yeni bola bu. Yeni bola. Qancha so'radingiz? Yeni bolani bozor 24 ga so'radi. No. Qo'zisi bilan no qo'y bu 24 ming, ha? Bular qanchadan? Buni 16 ga so'radi. 16 mingdan, ha? 13,5 ga so'radi. Bermay turasizmi kishni? Bermay turasizmi? Kishni bersalar bor.
13,5 ming, 16 mingdan qo'chqorlar. Buni qo'y balasi ekan, qo'chqor qo'zisi ekan. Mana shunday bor. Bu kimdan ekan? Jamoat cho'ng ol. Tartsan qarasam qanday qo'zi. Ishi qo'zi. Bir oydan so'ng qo'chqor o'tadi. Жақшыкын. Так, көрөйлөр жагы аралап 24 миңге қозысын менен тартады. Қанчадан болды қозылар? Қанчадан сұратасың? 10 миңден сұратам. 10 миң сомдан, а? 10 миң сомдан. Нашыл қозылары саттық, 10 миң сом. Балар түшкен біраз жақшы де, азыр мал чарба қылсаңыздар, алсаңыздар болады. Ассаламалейкум. Қаншадан сұрап отырсыз екен? 12'den de otam. 12 миңден, а? O kozunu 8 mingden. Қайсы қозың? Şunu 8 ming deb жатасыз, а? Bozor qilishdi. Bol otat. 8 mingdan 12 mingga chayin. Bu bozorda qanday desek, бағалар qanday? Bağlar жақшылы? Жақшылы. Murdaga qaraganda biroq sal tashlagan bozor. Arzandaq turadi. Arzandаған. Demak, arzon bo'lsa yurgan qayda u? Tamam. Жақсы сатып алың, aka. Онтауыз. Assalamualeykum. Qo'shqorlaring qanchadan? 14.200'den geldi. 14.200'dan keldi. Bermedingiz. So'lib. Şon qancha qildi shuni? 14.200'den qildi, berberdik. So'liqlar. Asas so'yishga jarayib turgan. So'liqlar ekan, bular, ha? Reklaman keldi. 14.200'dan deydi. Qaranglar, parodalı. Qancha bu? 15 mingdan beri. 14.200'ga bermedim. Ma. Tuğanlar biz echkiler жаққа keldik. Echkiler tarafqa keldik. Echkilerin daha bağısını sırayımız hazır. Nol жерде bir korov echki var ekan. Qaranglar. Assalamualeykum. Qanchadan sotib жатасыз aka? 5 ming. Ulaqtardı, echkilerdi. Serkeler maaşlar 5 mingden sattım. 5 ming so'mdan sattınız mı? 5 ming so'mdan. Şu serkelerdi. Ana eşkiler 7,5'den sattım o çoğun kara eşkilerde. Ulağı bilen sağan echkileriniz var mı? Sağın eşkilen abi 12 minge ketdi buna balasını. No, ulağı bilen 12 mingga satıldı. 2 ulaq var ekan, ha? Mana sağan echkiler daha var ekan. Köv yetken soyuşqa. 7,5. 7,5. 6,5 ming, 7,5 ming. Demek 5 mingden başlalat ekan, 5 ha? mingden başladı soyuşqa. Mana echkilerin bağları şunday. 5 mingden başlalat ekan. Qancha oldu aka? 5800'e bloku oldu. 5,5 ming buna oldu. Bargı, ne boz bu? Kaldı sonra. 5800'dan baldı mı onlara? 5,5. Artı 5,5. Echkiga qiziqsanglar bosib shunday ekan. Tak, daha ko'raylikchi. Echkilar qancha oldi aka? Echkiler 4,5 ming, 5 ming. 4,5 ming so'm, 5 ming so'mdan, ha? Sağan echkingiz yo'q sizda? Soğan yo'q. Bular bor qisir. Qancha bu echki? Bası qancha? Aytsa? 7 ming deydi mana. Boshqacha echki ekan. Qaranglar. 4,5 ming, 5 ming so'mdan boshlanadi. 7 ming, 10 ming so'mga chayin echkining balari shunday. Nol жерде дагы bir sağan echki turadi. No echki kimden ekan? Bilbeyiz de. Sağan echki. Bilmedingizler bahsini? Sağan echki kimdiki? Menimcha satılgan o'xshaydi, ha? Satıldı. 3 ulağı var ekan aka. 3 ulağı
Мына қараңдар, 3 улағы менен екен саған. Bu жақсы эле сүт берет, ошо 2 литр жоқ деген да? Берет, 2 литр берет. 2 литр берет, да? Басын білгенде жақсы болады да? Mo kişneke ulaqların bağlarını sırayız. Assalamu alaikum aka. Qanchadan o'tadi ulaqlarni? 2,5 mingdan boy. Mana ulaqlar. Var urg'achi o'zi tekada var u. Tekada var, iki teke var. O teke var mı o? Toshkentskiyda poroda. Toshkentskiy paroda var. Toshkentskiy paroda ulaqlar mana 2,5 mingdan tekasi da var ekan. Bu bunu 3 mingdan o'tasiz be? Ular mayalar tavutdan var ham, tavut echki. Tavut echki, ha? Juneli o'zdan chiqadi. Yaxshi, tavut qimmat biroq, ha? Arzon. Bu qayerda baqdingiz? Bizga cho'nqaramda. Cho'nqarava. Yaxshi. Yaxshi odamga nasib qilsin aka, yaxshi sotib olamiz. Hech qancha oldi aka? Ulog'i bilanmi? Yo'q, hech aytilishi 12 deb turamiz, bozor suravayla turadi. 12 ming deb turasiz ba? Bozor pos. Bu uloqlaringiz qanchadan? Uloqlarni 5 deb turamiz, birov ham so'ragan yo'q. To'qtim buloq. Ana uloq To'qtim puli de. Serke. Ne oldu aka? Bağlar qanday oldu bu bozorda? Bağlar pas bo'ldi. Bağ pas bo'ldi, ha? Aluvchi yo'q bo'ldi. Aluvchi yo'q. Var yo'q, javl. Bozordan, no. Granitsalar javlg'ani qavo deymi? Asaqal. Granitsa javlı. Ha, javl azdan bo'ladi. Bağırdan aluvchilar az deydi. Mal qilsanglar shu momentda olishinglar kerak ekanda, tuğanlar. Mana shunday, hurmatli ko'ruvchilar, echki bilan qo'yning bahosini sizlarga Botken shahridagi Borbordiq mol bozoridan bilib berdik. Keyingi chiqarishdan ko'rishamiz. Biz uylar tarafga, buqalar tarafga o'tamiz. Ko'rishguncha.